Nodir opa, yoshligingizda qaysi kasb egasi bo'lmoqchi bo'luvdingiz? Men yoshligimda raqqosa bo'lmoqchi edim. Hozir tarbiyachi bo'lib ishlayapman. Fatima, yoshligingda qaysi kasb egasi bo'lmoqchi eding? Men yoshligimda shifokor bo'lmoqchi edim. Alo doktorjon, bizda bitta kasal. Hozir buyuk tarbiyachiman. Ля ты крыса, а? Yoshligingizda qaysi kasb egasi bo'lmoqchi edingiz? Anaqa stewardessa. Stewardessa bo'lmoqchi edim, afsuski bo'la olmadim. Shunga endi lekin haligacha bo'lgim keladi stewardessa. To'g'risi. Dildor opa, yoshligingizda qaysi kasb egasi bo'lmoqchi edingiz? Yoshligimda bog'chapalik. Saronoz, yoshligingda qaysi kasb egasi bo'lmoqchi bo'luvding? O'qituvchi. Madina, yoshligingda qaysi kasb egasi bo'lishni xohlagan eding? Dizayner bo'lmoqchi edim. Tikuvchiman. Hozir tarbiyachiman. Mendan so'raydigan odam yo'q, shuncha o'zim aytib qo'ya qolaman. Men yoshligimda jurnalist bo'lishni xohlaganman. Assalomu alaykum, efirda Axborot 24 dasturi. Hozir esa musiqa rahbariman. Obuna bo'lishni unutmang.